Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Yana sizlar bilan psixolog, coach, shaxsiy rivojlanish bo'yicha trener Bahodir Nazirov. Azizlarim, o'zimni xursandchiliklarim bilan bo'lishmoqchiman. Duo qilib turasizlar. Kattagina proyekt boshladik. Ya'ni kechagi kun kelishib, yana keyingi kitobimni chiqarishga ahd qildim. Nihoyatda manfaatli, foydali bo'ladi degan umiddaman. Inshaalloh Allohim qo'llasa, yaxshi niyat bilan yana ham ko'proq insonlarga bir foydamiz tegsin degan niyatda yangi proyekt boshladik. Har doim aytaman o'quvchilarimga, ya'ni shunday bir holatga kiringlarki, hali maqsadinglar sizlarga kuch bersin, ilhomlantirsin. Osmonlarda bir uchib yurgandek bir holat paydo bo'lsin. Ya'ni oyog'ingiz tegdi, yer his qilmaydigan darajaga chiqing. Bir mazza qilib ish qilsangiz, qilayotgan ishlaringiz o'zingizga yoqsa, sizda nihoyatda kuch, katta energiya paydo bo'ladi. Yashash ishtiyoqi kuchayib ketib qoladi. G'ayratingiz oshib ketib qoladi. Shuning uchun hech qachon qo'rqmaslik kerak, qo'rqmaslikni tanlash kerak. Shu o'zida tarbiya qilib olish kerakki inson bir xislatni har bir qilayotgan ishi unga kuch bersin. Ya'ni bizda juda ko'p shunaqa holat bo'lgan, o'quvchilarimiz aytib bergan. Ya'ni kuni bilan ishlab kelib, ilgari charchab qolardik. Uyda biron bir ishni qilishni xohlamasdik. Endi g'irt teskarisi. Kuni bilan ishlab kelyapmizda, hali sudovoljstvom deydi-yu, bir mazza qilib qilayotgan ishdan lazzat olib ishlarni bajarish o'rgangandan keyin naborot kuch, energiya toshib ketyapti. Kechqurun uyqu ham kelmasdan hali generalniy уборкаlar qilib tashladik, uyni yiltiratib tashladik. Shunda ham hali charchoq yo'qdi, deyishyapti-da. Qatdan shunaqa bir holat paydo bo'ladi. Insonga kuch beradigan narsa bu uni maqsadlari va aniq bir bilim kerak. Sen shu ishni qila olasan. Mana shu bilimgacha yetib borish kerak. Ya'ni bilish bor va ishonish bor. Ishongandan odam ikkilanishi mumkin. Bo'larmikin, bo'lmasmikin, ishonish kerak deb yuraveradi. Lekin bitta narsani aniq biladigan bo'lsangiz, qayta qilish hisobiga o'sha har safar qilish qo'lingizdan kelib, o'sha bir oddiy ko'nikma bo'lib qolgan bo'lsa, siz bilasizki, mana shu ishni siz qila olasiz. Sizda hech qanday xavotir yo'q. Absolyutni bir bilim bor. Shu ishni qila olasiz. Shu narsani sekin o'zimizda rivojlantirishimiz kerak. Ya'ni kichkinadan boshlaymiz har doim. Kichkina narsalarni qila olasiz. Hali life hack deydi-yu. Psixologik life hack. Oddiy qila oladigan ishingizni o'zingizga maqsad qilib qo'ying. Bu trenirovka, bu psixologik o'zingizga ta'sir qilish uchun kerak. Shu kerakli holatni kichkina narsada ham paydo qilish mumkin-da. Hamma srazi katta narsaga yopishadi, yutqizib qo'yadi. Biz har doim kichik qadamlardan boshlaymiz. Kichik qadamni misol uchun kofe ichgingiz kelyapti. Bilasiz, что borib oshxonaga kofe tayyorlab olishingiz mumkin. Shuni endi eksperiment sifatida, bir trenirovka sifatida tasavvur qiling. Hozir boraman, kofe o'zimga tayyorlayman, mazza qilib ichaman. Endi shu maqsadni qo'ygandan keyin xayolan o'shani qilib berganingizni ko'rib, bu narsa sizda a'lo darajada bo'lganini ko'rib, bemalol o'rningizdan turasiz, borib hali kofeni tayyorlab mazza qilib ichasiz va o'zingizni albatta bir maqtab qo'ying. Men молодецman, qila oldim. Bir g'alati eshitiladi bu narsa. Lekin haqiqiy trenirovkalar faqat va faqat shunaqa kichkina narsalardan boshlanishi kerak. Ya'ni biz o'zimizda holatni trenirovka qilamiz. Holat, ya'niki bir ish boshlaganda oldindan mana shu o'ylaysizmi,
o'sha narsa menga og'ir qilolmayman desangiz bir holatingiz o'zgarib qoladi. Haligi motivatsiyangizni yo'qotib qo'yasiz. Qisqa qilib aytganda. Ko'pchilikda ko'rinadi-da. Mana shunaqa ish qilaman deydi, hali qilishni boshlashi bilanchi xuddi bir ichidan kuchni olib qo'yishganga o'xshaydi. Nimadir uni tark etadi. Sezadi-da. Voy, qani meni motivatsiyam deydi. Qani meni menga kuch berib turgan narsa, maqsadga erishmoqchi edim, hayotimni o'zgartirmoqchi edim. Nima bilan ro'y berdi? Ya'ni u o'zi bilmagan holatda qila olmaganini, muvaffaqiyatsizlikka uchraganini, omadsizlikka uchraganini ko'rib bergan bo'ladi. Qanaqa qilaman? Menda pul yo'q. Endi katta proyektlarda ayniqsa bilinadi. Insonni vahima, qo'rquv bosadi. Qila olmayman degan narsa yutib ketib qoladi-da. Lekin bittagina savol. Biz qayerdan bilamiz qila olamizmi, yo'qmi? Biz nima folbimizmi? Oldindan bo'lmaydi deyishga. Endi negativ fikrlaydigan inson albatta mana aniq bilaman, что bo'lmaydi, o'xshamaydi. Endi uni ishontirib bo'lmaydi, tushuntirib ham bo'lmaydi. Lekin aqli teran, adekvat inson biladiki, variantlar mingta. U muvaffaqiyatga erishishi mumkin, aytganini qilishi mumkin yoki yarmini qilishi mumkin. Yoki yana bitta variantlardan biri da o'xshamasligi ham mumkin. Lekin u variantlardan bittasi xolos 100% faqat shunaqa bo'ladi degani emas-da. O'sha narsaga biz aldanmasligimiz kerak. Sekin-sekin kichkina narsalarda o'zingizni trenirovka qilib, men xohladim, o'yladim va albatta qildim deyishingiz kerak-da. Kichkina narsalarda ichki dunyoyingizni boshqarishni o'rganishingiz kerak. Ichki dunyosini boshqara olmagan inson katta g'oya sari yurganda, maqsad sari yurganda falaj bo'lib qoladi ko'pincha. Shuning uchun hech qachon katta narsadan boshlamaylar deymiz. Inson o'zini o'sha tanimasa, o'zini boshqarmasa, har xil situatsiyalarda panikaga tushib qoladi, vahmaga tushib qoladi. Endi nima qilaman deb krizis situatsiyalarda eng kerakli narsa bu ichki xotirjamlik bo'ladi, sovuqqonlik bo'ladi. Albatta bu narsa insonda juda kuchli bo'lishi kerak. Va harakatchanlik. Mana mantiqan qarang. Kattagina bir muammo paydo bo'ldi. Siz ko'proq harakat qilsangiz, ko'proq urinsangiz, sizda shans ko'payadimi? Yo umuman hech narsa qilmasdan hali depressiyaga tushib, vahima qilib, xavotirda bo'lsangiz, shansingiz oshadimi? Albatta shu xotirjamlik bilan, sovuqqonlik bilan o'zingizni ishingizni bilib ko'proq uringaningizda shansingiz ko'payadi. Ya'ni variantlar ko'p, juda variantlar ko'p. Yutishimiz ham mumkin, yutqizishimiz ham mumkin. Buni hammasini tan olish kerak. Inson o'zini hech qachon aldamasligi kerak. Mana shu tuyg'uni ichingizdagi vahima, qo'rquvni yengishni o'rganishingiz kerak. Bu qisqa yo'l emas. Mana shu joyda aytib ketaman mana. Bilib oldim o'sha deb o'zinglarni aldamasligingni xohlardim. Bu uzoq vaqt oladi. Ya'ni nimaga kofe? Nimaga mana shunaqa oddiy bir elementar ish? Bu narsani inson o'zida qisqa muddatda trenirovka qilib paydo qila olmaydi. Ya'ni bizdagi qo'rquv, vahima, panikavat qilish har xil situatsiyalarda bo'lsa, agar shunaqa kamchiligimiz bo'lsa, bu bizning qon-qonimizga singib ketgan, suylarimizga singib ketgan, birdaniga undan qutulib bo'lmaydi. Ma'lum bir vaqtda, ya'ni yarim yil kimdir harakat qiladi. 40 kunda chiqib ketganlarni ko'rganman, bir haftada chiqib ketganlarni ko'rganman. Lekin ular kam. Asosan yarim yil, 1 yil, 1,5 yil ichida doimiy mana shu o'z ustida ishlash hisobiga, o'ziga diqqatini qaratgan hisobiga o'zini tushunishni boshlaydi. O'zini boshqarishni boshlaydi. Va mana shu juda katta muvaffaqiyat-da. Ya'ni muvaffaqiyatga olib keluvchi sabab bu. Inson o'zini boshqarsa, o'zini emotsiyalarini boshqarsa, bilingki, siz o'zingizni
taqdiringizni boshqarishni boshladingiz. Yo'llar ko'pda taqdirda. Bu yoqqa ham borsang bo'ladi, bu yoqqa ham borsang bo'ladi. O'sha kerakli yo'nalishga yurishni boshlaysiz. Qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilishni boshlaysiz. O'zingizdan qoniqishni boshlaysiz. Bu eng katta foyda. O'zingizdan rozi bo'lishni boshlaysiz. Qo'rquvni o'rniga agar tasavvuringizda biron bir ish qilganingizni ko'rib, g'olib bo'lganingizni ko'rib, keyin trenirovka qilsangiz, keyin urinishni boshlasangiz, sizda har doim shans ancha yuqori bo'lib ketadi. Shuning uchun juda ko'p mana sportsmenlar bilan faqat trenerlar ishlamaydi, ular bilan psixologlar ham ishlaydi. Ya'ni chempionatlarga tayyorlanayotganda alohida shu insonlarni, sportsmenlarni fikri bilan ishlaydigan, hali g'oliblik hissini berib trenirovka qildirsa, ko'proq natija olishi aniqlangan. Shuning uchun o'zingizga o'zingiz bir psixolog bo'lib berasiz. Agar ustoz bilan ishlamayotgan bo'lsangiz, lekin g'oliblikni his qilib ishlash kerak. Men shu bitta dars o'tib berganman. G'oliblikni his qilingda, gazini bosing. O'zingiz proyektlaringizni qiling, biznes oching, yo'nalish qiling, ilm oling. Mana shuni hammasi kerak narsa. Lekin hali inson qo'rquv bilan boshlasa, tushkunlik holatida boshlasa biron bir ishini, shunda har doim yutqizib qo'yadi. Biz g'olib bo'lishimiz kerak, yutqizuvchi bo'lmasligimiz kerak. Shuni har doim yodimizda tutib, kichkina narsalarda o'zimizni boshqarishni o'rganib olsak, ana undan keyin bu narsalarni katta proyektlarda, katta ishlarda ham qo'llashni boshlaysiz. O'zingizni boshqarasiz. Ya'ni sizda juda kuchli sovuqqonlik paydo bo'ladi. Ichki xotirjamlik paydo bo'ladi. Men o'z bekorga birinchi kitobimni ichki xotirjamlikka bag'ishlamadim. Baribir qachondir intilib hayotda mazmunini qidirgan inson shu ichki xotirjamlikka yetib keladi-da. Shuni topishim kerak ekan. Shu eng muhim narsa ekan. Qolgan narsa shuni atrofida aylanar ekan. Ichki xotirjamlik bilan oson yengil ko'p narsaga erishar ekanman. Shoshqaloqligim bo'lmasa ekan, juda ko'p eshiklar oldimda ochilishni boshlar ekan, imkoniyatlar paydo bo'lishni boshlar ekan deb o'zingiz tushunib qolasiz, ya'ni anglab qolasiz. Ya'ni ichki xotirjamlik insonning do'sti. Uni yuqoriga olib chiquvchi lift. Shu narsani albatta biz trenirovka qilishimiz kerak. Qila olaman so'zi sizga ko'proq foyda beradi. Planni qo'yayotganda ham haligi plankani kichkina qilish kerak emas. Nihoyatda yuqoriga ko'tarish kerak. Nihoyatda yuqoriga. Ya'ni kimdir men oilaga qancha deymiz? 3 million deylik, o'rtacha 3 millionmi, 5 millionmi bo'lsa, endi aqlini ishlatgan holatda 1 millionmi, 2 million ko'tarsam yetadi desa, 3 million bo'lsa 5 million olsam yaxshi bo'ladi deb, ya'ni haddan tashqari katta qo'yishga qo'rqadi. Qo'rquv unga xalaqit qiladi. Kimdir qo'rqmaslikni o'zida rivojlantirgani uchun ana 15 million dolardi. Eng qizig'i endi shu maqsadga intilib, haligi hamma vaqt ham 100% olmaydi. 15 million emas, ana boring, bu 10 millionga chiqdi. Maqsadiga vrodi erisha olmadi. Nariga 3 million olgan odam 4 million olishni boshladi. Kim bu yerda ko'proq foyda ko'rdi? Kattaroq planka qo'ygan insonmi yoki kichikroq planka qo'yganmi? Albatta kattaroq qo'yganda o'sha xohlaganiga hamma ham erishmaydi, bu fakt. Ya'ni yuzlab insonlarda qaralsa, ko'pchiligi o'sha eng yuqori plankaga chiqishmaydi. Lekin hali osilsang balandorga osil deydi, xuddi shunaqa qilib siz nihoyat plankangizni yuqoriga ko'tarsangiz, ko'proq harakat qilasiz, ya'ni ko'proq intilasiz, ko'proq ish qilishga harakat qilasiz. Haligi bir narsaga qattiqroq yopishasiz. Bu sizni kuchliroq bo'lishingizga sabab bo'ladi.
hatto erisha olmagan taqdiringizda ham 4 milliondan ko'ra 10 million daromad ancha foydaliroq. O'shaning uchun bekorga aytmadim, qo'rqmasdan yashashni o'rganish kerak. Qo'rquv hammada bo'ladi. Eng jasur qo'rqmas insonlarda ham qo'rquv bo'lgan, faqat ular buni yengib o'tishgan. Yengib o'tish yo'li mana shu bilimni hosil qilish. Men qila olaman bilan boshlash kerak va hattoki eng yomon natija ham sizni baribir ancha yuqoriroqqa olib chiqib ketadi. Hayotda o'zi mantiq yo'q. Haligi o'ylamagan, kutgan narsalaring bo'lib ketadi. Alloh qo'llaydi. Endi uzoq muddat qilganlarni aytaman. Bu endi boshlanuvchi, hali birinchi qadamni tashlayotgan insonlar uchun-da maslahat. Lekin yillar davomida qilganlarda men ko'p so'raganman, nima bo'ldi, nima bo'lyapti? Maqsad daftarlaringga yozganding, o'shalarga erishdingmi deb ko'p shogirdlardan so'rayman va ma'lum bo'lyapti-da, keyinchalik uzoq yillar ishlaganda shu tartibda mana meni qo'ygan plankalarim bor, maqsadlarim bor. Undan yuqorirog'iga erishdim ustoz deyshadi-da. Ya'ni ko'prog'iga. Shuni yo'li bor ekan. Shuning uchun qo'rqmaslik kerak. Plankani yuqoriroqqa qo'yishga, o'sha serg'ayrat bo'lish uchun insonga katta maqsad kerak. Katta maqsaddan juda ko'pchilik qo'rqadi. Men juda ko'p ko'rdim. Katta pullardan ham juda ko'pchilik yopiq ekan, uni bloki bor ekan. Gapirmagin deydi, meni oldimda bunaqa narsalarni gapirmagin. Ya'ni qo'rquv uni boshqaradi. Mashiningizni g'ijimlaydi-da. Qanaqadir sekinlashasiz. Falaj bo'lishni boshlaysiz. O'shani siz o'zingizda topib olishingiz kerak. O'sha narsani shunday olib, o'zingizdan sug'urib yo'qotishingiz kerak. Bu juda ko'p joyda, ya'ni bu odat-ku. Faqat pul topishda emas, gap pulda emas. Boshqa joyda ham turmush o'rtog'ini tanlayotganda, ish joyini tanlayotganda, sayohatlarga borishda, shu yaxshi ish joyini tanlayotgan hamma joyda sizga ta'sir qiladi. Qo'rquv bor inson ko'p yaxshi narsalarga o'zini loyiq ko'rmaydi. Shuning uchun doim o'zimizni o'rganishimiz kerak. Qattiq qo'rquv sezsak o'zimizda shuni sug'urib olib tashlash payda bo'lishimiz kerak-da. Qo'rqmayman, qo'rqmaslikni tanlayman. Albatta shu ishni qilaman deng. Va shunda sizda juda ko'p narsa o'zgaradi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Ya'ni qo'rquv insondan bor yaxshiliklarni tortib oladi. Hamma imkoniyat, har bir insonga imkoniyat keladi. Lekin u harakat qilish kerak edi. Intilish kerak edi. Ya'ni o'sha muvaffaqiyatga erishish uchun sababini qilish kerak edi. Nima qilmaydi deyilsa, qo'rquv uni falajlaydi, imkoniyatni boy beradi. Keyinchalik tushunib yetadi u. Kech bo'lgan bo'ladi-da. Shunday imkoniyat bo'lgan ekan u, foydalanmagan ekanman degan insonlarni juda ko'p ko'rdim. Yo'q, har bir imkoniyatga darhol yopishish kerak. Darhol harakat qilish kerak. Tish tirnog'i bilan yopishib bitta ishga qilsangiz, shansingiz ko'payadi. Boya aytganimdek, variant ko'p. Variant juda ko'p. Yutishimiz ham mumkin, yutqizishimiz ham mumkin. Aytganimiz yarmiga ham erishishimiz mumkin. Yana minglab variant bor. Buni qaysi biri bo'ladi? Bu taqdir. Ya'ni Xudoyim nimani bersa shuni olamiz. Bu qismat. Lekin urinib ko'rish shart. Urinib ko'rish shart. Ko'proq harakat qilish, sababini qilish juda muhim. Ya'ni sizda yashash ishtiyoqi nihoyatda kuchli bo'lishi kerak. Mana shu narsa insonga baxt hissini beradi. Ya'ni inson tinimsiz harakat qilsa, g'ayratli bo'lsa, shijoatli bo'lsa, qaynab tursa energiya ichida, u yashayotganini his qiladi. Shu inson ayta oladi, o'ziga o'zi aytib, birovga emas, o'ziga men baxtliman deb ayta oladi. Baxtli qilib o'zini ko'rsatish mumkin, lekin ichida inson baxtsiz yashaydi. O'zi bilan o'zi suhbatda vijdonan o'ziga holatini aytganda inson men baxtliman, hayotda maza qilib yashayapman, hayotdan lazzat olyapman deya olish kerak. Va buni yo'lini men hozir tushuntirib berdim. Qisqa, lo'nda qilib. Endi darslarga sochilib ketgan informatsiya shuni hammasini yig'ib bitta qilib yaxlit holatda ko'rish kerak. Bittada endi berib bo'lmaydi. Lekin maksimal harakat qildim. Shu qisqaroq qilib tushuntirib berishdi.
Ya'ni insonda qo'rquv bo'lmasa, unda baxt hissi bo'ladi. Xotirjamlik hissi bo'ladi. Lekin qo'rquv uni boshqarsa, mana shu g'ijimlab turaversa, har bitta bir ish qilaman deganda, unda chatoq. O'sha paytda mana eng birinchi dars, o'sha 6 yil oldin mana shu kanalni ochganimda, Telegram kanalimni birinchi dars hali Bangkokda olganda aytdimmi? Depressiyaga tushib bir joyda o'tirib qolmanglar. Hayot bu harakat. Chiqib yuguringlar kerak bo'lsa. Ochilib ketasiz. Ochilishingizga yordam, ya'ni harakat yordam beradi. O'tirib hali depressiyada o'tirish foyda bermaydi. Hayot sizdan harakatni talab qiladi. Nima qilishni bilmaganda hech bo'lmasa chiqib yurish kerak, tez-tez yurish kerak, yugurish kerak, o'zingizni bir ochilishingizga sabablarni qilish kerak. Nimadir sizni ertalab hali sakrab turishga majbur qilish kerak. Mana shu sakrab turishingizga majbur qiladigan, bu ilhomlantiradigan katta maqsadlar bo'ladi. Shuning uchun maqsad qo'yishdan hech qachon tortinmang. Sizga ilhom baxsh etish kerak shu narsa. Sizga kuch, quvvat, juda katta tuganmas energiya berish kerak. G'oyalar insonni ilhomlantiradi. G'oyalar tug'ilish kerak har doim. Undoq qilaman, bundoq qilaman. Buni birov bera olmaydi. Bu o'zingiz bilan suhbatingizda, o'zingiz bilan hali dialog, ichki dialog bo'ladi. O'shanda tug'iladigan narsa-da. Chekkadan birov kelib sizni maqtasa, zo'r ekansan, unaqa ekan, bunaqa ekan, motivatsiya bergani, bu hammasi qisqa muddatga. Uzoq muddatlisi yillar davomida sizga juda katta kuch beruvchi narsa bu ichki motivatsiya, ichki dialog. Siz o'zingizga o'zingiz nima deyapsiz? Men baxtliman, men qila olaman, men g'olibman deb aytyapsizmi? Aytish kerak shu gaplarni doimo. Aytganda ham hali his tuyg'u bilan, kuch bilan, energiya bilan, entuziazm deydi, shu bilan aytish kerak. Ana shunda yutamiz. Shunda ko'ramiz hayotning naqadar osonligini. Juda hali bir vahmali bo'lib ko'ringan katta proyektlar, qaysidir ishlarni qilish bir arzimagan narsaligini. O'sha qo'rquvda yurganimizda, pessimizmda yurganimizda bu bizning bor kuchimiz olib qo'yadi-da. O'zimizni nihoyatda ojiz, qo'ldan hech narsa kelmaydigan inson sifatida his qilganimiz uchun, charchoqni his qilganimiz uchun albatta biz ishonamiz, что qila olmaymiz. Shuning uchun hali negativ ko'pincha yutib ketadi-da. Lekin buni yengish kerak. Ya'ni bizga bu vazifa qilib berilgan. Hamma qo'rquvlaringni yengishing kerak. Yengmasa bo'lmaydi. Inson o'zgarishi kerak, yaxshi tarafga, ya'ni o'sishi, rivojlanishi, gullab yashnashi kerak, tamom. Biz gullab yashnagan bu dunyoga kelganmiz. Ko'p narsaga erishgani kelganmiz, g'olib bo'lgani kelganmiz. Va endi shuni sababini qilish kerak. Kichkinadan boshlayvering, kichkina ishlarda g'olib bo'lavering. Bitta kitobni misol uchun o'qiyman deng. Boshidan oxirigacha har kuni 10 varo o'qisangiz kunlar o'taveradi. Mana bir oy, oxirgi bir oy g'izit o'tib ketdi. Bir oy ichida 2 ta kitob o'qib qo'yishingiz mumkin, 3 ta kitob o'qib qo'yishingiz mumkin. Qiziqishingiz ayniqsa kuchli bo'lsa. Qiyin ish emas, lekin mana shu qila oldim degan narsa insonga kuch berar ekan. Uni qildim, buni qildim. G'oliblar daftari bor. Bu ham bir juda bir zo'r instrument. Nima qo'lingizdan kelgan bo'lsa, eplagan bo'lsangiz, shuni qildim deb yozaverasiz. Qilolmagan ishlar yozmaysiz. Bor-ku qilolmagan ishlar, lekin ularni yozmaymiz. Eng qizig'i mana psixologik ta'siri. Mana shu faqat g'olibliklarni, hali o'xshagan ishlarni yozib borgan insonlar yarim yildan keyin, 1 yildan keyin bunlar tekshirilsa, misol uchun daromadi 30% ga o'sgan bo'ladi. Nimaga mana? O'zingiz o'ylab qo'ying. Fokus nimada? Diqqat nimada? Diqqatingiz g'alabalarda bo'lsa, sizga bu kuch berar ekan, g'ayrat berar ekan. G'ayratli inson, ko'proq ish qilgan inson o'zi avtomatik ravishda ko'proq ish qilgan hisobiga ko'proq daromad olaveradi. Boshqa narsalar ham xuddi shunaqa. Hali sog'liqni tiklash, sog'lig'ingiz uchun ham nimalardir qilasiz-ku. Erinib, misol uchun, bugun borgim kelmadi deb, keyin bir hafta, bir oy o'tkazib yorsangiz,
hech narsa bo'lmaydi. Lekin har kuni o'zingizni patbadrit qilib, ozginalik qo'llab-quvvatlab, sekin-sekin maqsadlaringizga bir qadam tashlashga o'zingizni majburlab boraversangiz, ancha-muncha yo'l o'tib qo'yganingizni sezib qolasiz. Ya'ni men yillab bir joyda turgan bo'lsam, endi turmayapman. Hayotimda o'zgarishlar bo'lyapti deb sezishni boshlaysiz. Hali muvaffaqiyatlar boshida kichkina bo'lgan bo'lsa, endi kattalashishni boshlaydi. Erishgan narsalaringiz kattalashishni boshlaydi. Mana shu eng quvonarli hol. Har doim kichkinadan boshlaganimizda men juda katta maqsadlar oldimga qo'yganman. O'shanga erishishni xohlayman deyshadi. Shu katta maqsadga erishish uchun siz zina deb oladigan bo'lsak, pillapoyani 10-sonli shu zinasiga sakrab chiqmoqchisiz. Kichkinadan boshlaydi. Birinchi zinaga chiqsangiz, u ikkinchisiga olib chiqadi. Ikkinchisi uchinchiga, sekin-sekin o'sha 10-chiga ham yeta olasiz deb tushuntiramiz-da. Hamma vaqt agar o'sha imkoniyatingiz juda bir katta bo'lishini xohlasangiz, shansingiz juda katta bo'lishini xohlasangiz, kichikdan boshlang. Kichkina narsalar oson. Osondan boshlash kerak. Hech qachon qiyindan boshlamang. Maktabda ham xuddi shunaqa-yu. Eng boshida eng oson narsalar. Harflar, prosta raqamlar o'rgatiladi. Hali qo'shish, ayirish keyinchalik bo'ladi. Eng boshi azi deydi-yu. Eng boshidagi birinchi qadamlardan boshlash kerak. Birinchi qadamlar shu. Oddiy qila oladigan ishingizdan o'zingizga motivatsiya toping. Kuch toping. Muvaffaqiyatga erishganingizni his qiling. Sekin o'stirib boraverasiz. Kattaroq ishlar. Ingliz tilini o'rganing, chet tillarini. Sayohatlarga chiqing. O'sha chet elga chiqishga hali imkoniyat ochilmagan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab chiqing. Misol uchun mana Oqtoshga borib keldik. Nihoyatda bir ajoyib joy topdik, kutilmaganda. 3 safardan borib o'sha joydan o'tib ketar ekanmiz. Qoyil qoldim-da. Shunchalik mazza qilib keldik. Ta'rifga so'z yo'q. Ya'ni bizga ko'p narsa dostupniy. O'sha dostupniy ekan, o'shandan foydalanishimiz kerak. Ko'p narsa bizga kuch beradi. Shu kuch beradigan, energiya beradigan har bir narsani hayotingizda ko'paytiravering. Mana shu o'zingiz yuqoriga ko'tarishingiz eng muhimi. Ya'ni ichki dialog biz o'zimizga 100% ishonamiz-da. Men hech narsaga yaramayman siz o'zingizga 100% ishonasiz. Va shu bo'yicha fikrlab, shu programma bo'yicha hayotda harakat qilasiz. Urinsangiz ham o'xshamaydi. Keyin shu gapingizga ko'proq ishonib olasiz xolos. Lekin qila olaman degan bir yigitni tanirdim. Nima qila olmaydigan ishni, gitara chalishni bilmasa ekan, berilman chalib beraman deyapti-da. Shunaqa bir ajoyib odati bor edi. Keyin ting'illatib o'tirdi. Boshlanishiga bo'ladi deb qo'ydi. Hamma kulib yordi. Ya'ni bilmasa ham hech bo'lmasa urinib ko'rdi-da. O'rganish kerak ekan. To'g'ri xulosa aytdi. Aldagani yo'q, boshqa qilgani yo'q. Lekin olib prosta urinib ko'ryapti-da. Eng qizig'i, endi hali bitta yomon odati bor edi, yomon ichardi. Polni zapoy ketdi, endi rus yigiti dedi. Hamma narsani ichib, hamma qazga botib, hech kim unga o'sha vinosiga ham pul bermay qo'ygandan keyin o'ziga kelib qolardi. Noldaligini ko'rardi. Minusga kirib ketganini ko'rardi. Keyin o'ziga kelib olgandan keyin es-hushini yig'ib olgandan keyin bor yo'g'i 2 haftada oyoqqa turib ketardi. Yana yangi firma ochgan, ishlar yurishgan. To'liq oyoqqa turishiga bor yo'g'i 2 hafta ketardi. Men har doim qoyil qolardim. Qanaqa qilib deyman. Shunchalik botqoqqa botib ketuvdi. Qazlarga botib ketuvdi. Qanaqa qilib bor yo'g'i 2 haftada oyoqqa shunchalik tez tura olish mumkin. Ya'ni unda shunaqa narsa yo'q edi, mumkin emas degan. Qilsa bo'ladi degan narsa juda kuchli edi-da. Harakatini boshlaydi. Va bor yo'g'i 2 haftada yana boshliqqa aylangan, noldan boshlagan inson, minusda boshlagan inson boshliq bo'lib, aborotli bo'lib, yaxshigina bir rezultat ko'rsatishni boshlaydi. Ya'ni kassaga pul tushishni boshlaydi.
Ya'ni u qo'lidan kelardi. Yangi narsa, yangi yo'nalish bo'lsa ham eplerdi. Endi xarakterda shu narsa bo'lishi nihoyatda bir yaxshi narsa ekan. Endi shu ichishni ham tashlaganda yaxshi bo'lardi. Menimcha tashadi. Uylangandan keyin xotini qattiq qo'l chiqib qoluvdi. Menimcha tashlagan bo'lsa kerak, ko'p narsaga erishgan bo'lsa kerak. Endi aloqamiz uzilib qoldi. Ancha yildan beri ko'rmayman. Qozog'istonda yashagan uchun xabarim yo'q. Lekin mana shu xarakter insonda bo'lsa, har bir inson o'zida buni tarbiyalab oladi va bu unga nihoyatda katta yordam beradi. Hali nolib yurish, yig'lab yurish, tushkunlikda yurish, depressiyada yurish hech kimga foyda bermaydi. Yana aytaman, ilhomlanib yurish kerak. Hali qaddi qomatingiz tik bo'lib, yuzingizda tabassum bo'lib, ichingizda bir quyosh porlab tursa-chi, o'zingizni umuman boshqacha his qilasiz. Buning uchun birinchi erishaman, keyin xursand bo'laman ishlamaydi. Ko'pchilik shunaqa-yu, birinchi erishib olay, hamma narsani qilib olay, keyin men baxtli bo'laman, keyin men xursand bo'laman. G'irt teskarisi. O'sha narsaga aniq erishishing uchun birinchi navbatda o'sha shukronalik deydi. Shukronalikda bo'lish kerak. Shukronalik o'sha baxtiyorlik holatida bo'ladi. Haqiqiy shukronalik. Tilini uchida aytgani u shukronalikka kirmaydi. Shukr qilaman deb aytayotdi-yu, ichida yig'layapti. Hech qanaqa shukronalik yo'q. Baxt holatini oldindan paydo qilish kerak. Buni sun'iy ravishda. Xursandchilikni ham oldindan paydo qilish kerak. Va shu narsalar insonga juda katta kuch beradi. Qilish oson bo'ladi. Mana har bir qilayotgan ishingiz oson bo'lishi kerak. Boya aytdim, haligi o'quvchilarimizda qiziq holatlar kuzatilgan. Kuni bilan ishlab charchab kelgan insonlar endi kuchga, quvvatga, energiyaga to'lib kelyapti. Nima o'zgardi unda? Ishini o'zgartirmadi-ku. Hayotda hech narsa o'zgarmadi-yu. O'sha qilayotgan ishini qilyapti. Holatini o'zgartirdi, munosabatini o'zgartirdi. O'ziga bo'lgan munosabatni, hayotga bo'lgan munosabatga, bo'layotgan voqealarga bo'lgan munosabatini kuchga, energiya to'lib ketyapti-da. Uxlamayman deydi. Energiya qo'ymaydi. Juda katta energiyaga ega bo'lib, hali kattaroq ishlarni ham qilishni boshlaydi. Ya'ni xohish paydo bo'ladi. Xohish paydo bo'lgani bu bizning eng katta yutug'imiz. Xohish bo'lmasa, unda biz ko'p yutqizib qo'yamiz. Xohish yo'qmi, qilgisi kelmaydi, cho'zadi, boshqa qiladi. Ertaga qilarman, indinga qilaman, umuman qilmaydi. Hech narsa qilmayamizmi, hech qanaqa rezultat bo'lmaydi. Urinish kerak, bitta narsani aniq bilish uchun o'shaning ichiga kirib chiqish kerak. Shuning uchun albatta o'z ustingizda ishlanglar, o'zingizlarni o'zgartirish uchun nima imkoniyat bo'lsa, hammasini ishlatib ko'ringlar. Va kichkinadan boshlash ham bu hech bir uyatli narsa emas. Kichkinadan boshlab kattasiga ko'tarilaveramiz. Birinchi zinaga ko'tarilgan odam yana sekin-sekin pog'ona ko'tarilib, eng yuqorisiga ham chiqib oladi. Bizning o'zi hech qanaqa sirimiz yo'q, har doim aytaman, qanaqadir sir bor deb o'ylashadi, unaqa emas. Birinchi, ikkinchi qadamlar bor xolos. Shu ko'pchilik 10-qadamni tashlashni xohlaydi, birinchi qadamsiz. Shuning uchun qiynalib qoladi hayotda. Men ham shu uzoq yillar yurib, mana bugun kelib, endi bilasizlar, haligi garantiya berib bo'lmaydi. Bu dunyoda hech narsaga garantiya yo'q. Hech narsa. Bir soatdan keyin nima bo'lishini bilmaymiz. Birdaniga hayotda ko'p o'zgarishlar bo'lib ketishi mumkin. Bir kundan keyin nima bo'lishi, bir oydan keyin nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Lekin mana shu bugunga kelib garantiya bersa bo'lar ekan degan xulosaga keldim-da. Ya'ni shunaqa maqsadlar bor. Shularni garantiyasi bilan qilsa bo'lar ekan. Ya'ni har bir inson o'sha o'zining birinchi potrebnostlarini yopish kerak-ku. Buni hech qanaqa qiyin joyi yo'q ekan. Oddiy bir qadamlar, chalg'imasdan bitta yo'nalishda yurib berish, ya'ni maqsadgacha, oxirigacha borish nihoyatda bir katta foyda beradi. Ko'pchilik shu yarim yo'lda tashib ketadi, bilasizlar. O'zingizlarda ham kuzatgan bo'lsanglar kerak. Yaxshi boshlayman, lekin davom ettirmayman.
qiyim kelmay qoladi. Mana shunaqa o'sha motivatsiyaning tushib ketishi, xohish yo'qligi bizga to'siq bo'ladi. Shularni yo'qotish uchun o'zingizni boshqarishni o'rganib olishingiz kerak. Baribir o'shanga qaytib boramizda. O'zingizni boshqarishni bilsangiz, juda ko'p narsa siz uchun oddiy narsa bo'lib qoladi. Haligi maqsadga erishish bir semishga chaqqandek bo'lib qoladi bir xil insonlar uchun. Lekin o'shalar ham shu yo'lni bosib o'tishgan, o'zini boshqarishni o'rganishgan, hali panika qilmaslik odat paydo bo'lgan. Lekin boshida unaqa bo'lmagan deb o'ziga aytib berishadi. Mana shu sirini bo'lishganda podkastlarda eshitaman ko'pincha. Ochiq aytishadi, lekin ko'pchilik buni eshitmas ekan. Ya'ni biz faqat muvaffaqiyatga erishganini ko'ramiz, ungacha bo'lgan yo'lni ko'rmasligimiz bizga shu narsaga hali erishishga xalaqit beradi. Ular bosib o'tgan yo'lni ham ko'rishimiz kerak va shu yo'lni bosib o'tishga biz ham rozi bo'lishimiz kerak. Buning uchun sabr kerak, xotirjamlik kerak va kuchli xohish kerak. Shu xohish sizni har kuni shu yo'lda yurishga majbur qilish kerak, harakat qilishga majbur qilish kerak. Shu xohish kuchi bilan ko'p maqsadlarga insonlar bemalol erishadi. Shuning uchun biz ichki dunyo bilan ishlaymiz. Insonni qalbini eshitishni o'rgatamiz. Uni xursandchilikka to'ldirishga, nurga to'ldirishga yordam beramiz. Shu kanaldagi darslarni eshitganingizda ham bu ham bir sababda har biri. Kurslarga yozilib qatnashganingizda ham har bir mashq bunga sabab. Sekin mana shu narsalar bo'laversa, keyin oqibatida shu maqsadingizga yetib qolganingizni o'zingiz ham sezmay qolasiz. Shuning uchun hammalardan so'rab qolardim, o'z ustingizda ishlashdan hech qachon to'xtamang. To'xtamasdan ishlang. Kuchli ishlang. Kuchli inson, shaxs bo'ling. Bu sizga juda katta manfaat olib keladi. Juda katta yaxshiliklarni hayotingizga olib kiradi. Hammalarga omad tilab qolaman. Hayotda katta muvaffaqiyatlarga erishishinglarni tilab qolaman va albatta ajoyib kayfiyat tilab qolaman. Yana kanalimizda ko'rishguncha